Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak, navbatdagi videomizda koordinatalar orqali berilgan A, B, D uchburchak tekisligimizning frontal hamda gorizontal izlarini aniqlashni ko'rib chiqamiz. Endi buning uchun mana koordinatalarni, ya'ni AX, AY, AZ o'qiladi. Mana AX qiymatini, AY qiymatini, AZ qiymatlarini qo'yib chiqdik. Qo'yib chiqilgan tayyor holatda. Demak, bundan geometrik yasashlar, ya'ni parallel o'zaro bog'lovchi chiziqlarni o'tkazamiz va kerakli nuqtalarni, proyeksiyalarni topamiz. Demak, masalan, A nuqtadan boshlaydigan bo'lsak, A1', ya'ni A ning gorizontal proyeksiyasini Y o'qidan chiqqan X ga parallel chiziq va AX nuqtasidan chiqqan Z ga parallel yoki Y ga parallel to'g'ri chiziqning kesishuvi aniqlab beradi. Demak, bu A1', ya'ni A nuqtaning gorizontal proyeksiyasi bo'ldi. Endi frontal proyeksiyani AZ nuqta bilan AX nuqtalardan o'sha o'zlari joylashgan o'qlarga nisbatan perpendikulyar chiqarilgan chiziqlarning kesishuvi aniqlab beradi. Demak, mana bu nuqtamiz A2', ya'ni A nuqtaning frontal proyeksiyasi. Endi B nuqtalarga ham xuddi shu algoritm amal qiladi. Masalan, BY X ga parallel chizdik. BZ dan ham bir vaqtning o'zida chizib olamiz. Endi shu bilan bir paytda liniykalarni qimirdatmasdan chizgichlarni D nuqtadan ham chizib olamiz. Endi bunaqasiga, ya'ni X o'qiga perpendikulyar, Z hamda Y o'qlariga parallel bo'lgan chiziqlarni chiqaramiz. Ya'ni B nuqtadan oladigan bo'lsak, mana B nuqtadan chiqqan chizig'imiz, vertikal chizig'imiz BZ dan chiqqan X ga parallel chiziq bilan kesishib, B2', ya'ni B nuqtaning frontal proyeksiyasini, gorizontalda esa BY dan X ga parallel chiqarilgan chiziq bilan kesishib, B1', ya'ni gorizontal proyeksiyasini topdik. Endi D nuqta, ya'ni undan X nuqtadan vertikal chiziq chiqarsak, frontal hamda gorizontal proyeksiyalar keldi. Albatta, bu D nuqta, ya'ni D1' va D2' nuqtalar berildi. Demak, bu proyeksiya bo'lganligi sababli A, B, D uchburchak tekisligimizning proyeksiyasi bo'lganligi uchun ularni ko'k chiziqda mana chizamiz. Ko'k qalam bilan. Demak, frontal proyeksiya. Bir nomli izlar, ya'ni D2', B2', A2'lar o'zaro A1', B1' va D1' nuqtalar, gorizontal proyeksiyalar birlashadi. Endi biz buning proyeksiyalarini topdik. Uning izini topish uchun quyidagi ishlar amalga oshiriladi. Buning uchun ba'zi bir ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak. Ya'ni tekislikning izlarini topish uchun unda joylashgan ikkita to'g'ri chiziqning, ya'ni o'sha shu tekislikka tegishli bo'lgan ikkita to'g'ri chiziqning izlarini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga ko'rinarli bo'lib turgan DA, BD yoki bo'lmasam DA, DB to'g'ri chiziqlarning izlarini topishimiz kerak bo'ladi. Bu esa quyidagicha bo'ladi. Masalan, gorizontal izini topaman. Gorizontal izini topmoqchi bo'lsam, mana bu B bilan D. Ya'ni BD tomonini, uchburchak tekisligini BD tomonini davom ettiraman va u ikki X o'qini kesadi. Bu nuqta 1 deb nom beraman. 1 H2' bo'ladi. Ya'ni DB kesmamizning gorizontal izining frontal proyeksiyasi. Gorizontal izi H tekislikda, ya'ni gorizontal tekislikda yotganligi uchun proyeksiya tekisligida uning frontal proyeksiyasi X o'qida bo'ladi. Endi shu bilan bir paytda DB, ya'ni gorizontal proyeksiyasini ham davom ettiraman. Mana bu 1 H2' nuqtadan X ga perpendikulyar chiziq tushirsam, ular kesishib 1 H1', ya'ni DB tomonining, mana bu uchburchak tekisligimizning DB tomonining gorizontal izining gorizontal proyeksiyasini beradi. Shu bilan bir vaqtning o'zida bu bilan ustma-ust tushadi 1 H, ya'ni gorizontal izning ham o'zi shu yerda tushadi, ya'ni DB kesmaning. Endi demak, bitta gorizontal izini topdik, ya'ni DB tomonining. Endi ikkinchisiga o'tamiz, ya'ni A bilan D ga murojaat qilamiz. A bilan D ni murojaat qilsak, buni ham pastga X ga parallel, X ga parallel debman, X o'qini kesguncha davom ettiramiz. Buni 2 H2', ya'ni DA tomonining gorizontal proyeksiyasining frontal proyeksiyasi. Gorizontal izining frontal proyeksiyasi.
Demak, bundan vertikal chiziq tushiramiz va DA tomonni davom ettiramiz. Mana davom ettirdik. Ular kesishdida kesishib bizga 2H 1 shtrix nuqtani berdi. Ya'ni DA tomonining gorizontal izining gorizontal proyeksiyasi. Shu bilan bir paytda o'sma o'sishadi 2H nuqta ham. Chunki gorizontal tekislikda yotibdi. Demak, biz mana shu ikkita to'g'ri chiziqning gorizontal izlarini topdik. Endi shu yerning o'zida mana shu ikki nuqtani tutashtirsak, ikkita izning, ya'ni DA hamda DB tomonlarining gorizontal izlarini tutashtirsak, o'z navbatida qizilda chizyapman men. O'z navbatida bu o'sha mana bu ABD uchburchak tekisligimizning gorizontal izi, ya'ni P tekisligida oladigan bo'lsak, PH ni beradi. Endi PH ni x o'qini kesguncha davom ettirsak, mana ular kesishadida, mana bu nuqta Px, ya'ni P tekislikning x o'qi bilan kesishgan nuqtasi. Bu bir vaqtning o'zida frontal hamda gorizontal izlarning ham kesish nuqtasi hisoblanadi. Endi frontal iziga ahamiyat qaratamiz. Frontal tekislikning frontal izini topish uchun mana bu AB to'g'ri chiziq yoki bo'lmasam mana bu DA kesmaning tomonining frontal izini topishimiz kerak bo'ladi. Masalan, AB ni topib ko'raylik. A1 shtrix, B1 shtrix kesmani davom ettiramiz x o'qini kesguncha va kesib u 3 va 1 shtrix, ya'ni BA to'g'ri chiziq kesmay P tekislikning o'sha berilgan tekislikning BA tomonining frontal izining gorizontal proyeksiyasi bo'ldi. Endi bundan vertikal chiziq chiqaramiz. Vertikal, ya'ni x ga perpendikulyar chiqaramizda chiqardik. Mana bu D bilan B bilan A tomonmi? B bilan A tomonni davom ettirsak, ular kesishib mana bu yerda 3 va 2 shtrix shu bilan bir vaqtda, ya'ni BA tomonining frontal izining frontal proyeksiyasi va frontal izining o'zi ham 3 va nuqta beriladi. Endi aytib o'tgandek, mana bunga o'xshagan bitta izni frontal izini topdik. Tekislikning frontal hamda gorizontal izlari Px nuqtada uchrashadi, kesishadi deydi. Mana shu qonuniyatga asoslangan holda Px bilan aynan o'sha 3 va 2 shtrix nuqtani birlashtirsak, ular o'sha izni beradi. Ya'ni ABD uchburchak tekisligimizni biror bir P tekisligi deb nomladik va uning gorizontal izi hamda frontal izlarini topdik. Mana bu PV hisoblanadi. Ya'ni P tekislikning frontal izi. Endi bunga yana quyidagicha qonuniyatlar bo'lishi mumkin. Frontalda ham, gorizontalda ham mana bu bitta nuqtani aniqlab, uning izlarini topish mumkin. Faqat bunga biz uchun kerak bo'ladi tekislikning bosh chiziqlari kerak bo'ladi. Ya'ni tekislikning frontali va gorizontali. Qonuniyat bor. Tekislik frontalining gorizontal proyeksiyasi x o'qiga parallel bo'ladi. Ya'ni mana x o'qiga parallel. Demak, bu chiziqni biz f1' deb nomlaymiz va mana bu kesishgan nuqtasini qandaydir n nuqta deb olaylik. Demak, n1', ya'ni n nuqtaning gorizontal proyeksiyasi. N nuqtamiz B bilan A tomonda yotibdimi? Buning frontal proyeksiyasi ham aynan B bilan A ning frontal proyeksiyasida bo'ladi. Endi mana bu demak n2' bo'ldi, topdik. Endi mana bu f, ya'ni gorizontal frontal maxsus chizig'imiz n nuqtadan hamda D nuqtadan o'tgan, ikkalasini tutashtirgan. Shu qonuniyatni foydalanamizda ularni birlashtirsak, ya'ni mana bu f2', ya'ni tekislikning frontal proyeksiyasini berdi. Endi ahamiyat bering. Mana bu tekislik frontali. Demak, mana bu tekislikning izi ham aynan shu tekislikning frontaliga har doim parallel bo'ladi, har doim. Mana bu frontal izini topdingiz. Frontal izi bitta, mana bu AB tomonining frontal izini topib, uning frontal maxsus chizig'ini topib, o'sha nuqtadan shu frontal maxsus chizig'iga parallel chizsangiz, tekislikning izi kelib chiqadi. Tamom, vassalom. Tekislikning gorizontali bilan ham xuddi shunday. Demak, tekislikning gorizontali yana teskari bo'ladi. Tekislik gorizontalining frontal proyeksiyasi x o'qiga parallel bo'ladi. Mana bu demak h2'. Endi bu AD tomonni mana bu joyda, ya'ni M nuqtada kesdi. Bu M2', M nuqtaning frontal proyeksiyasi. Uning gorizontal proyeksiyasi qaysi tomonda bo'ladi? Demak, AD da yotgandan keyin bu yerda ham AD tomonda bo'ladi. Demak, mana bu
m1 shtrix bo'ldi. Demak, m1 shtrix bilan b2 shtrix, m2 shtrix bilan b2 shtrix o'zaro tutashib, gorizontal maxsus chiziqning frontal proyeksiyasini berdi. Ularning gorizontal proyeksiyasi ham, ya'ni gorizontal proyeksiyasi ham aynan m hamda b nuqtadan o'tadi. Demak, mana bu h1 shtrix. Endi ahamiyat bering. Bu ham xuddi shunday. Mana teksi gorizontalimi? Teksi gorizontali. Gorizontal esa teksi gorizontalga albatta parallel bo'ladi. Qandaydir grafik aniqliklarga e'tibor qaratsangiz, bu albatta parallel chiqadi. Menda hozir ozgina xatolik bo'ldi shekilli parallel chiziqlar chizishda. Lekin albatta parallel bo'ladi. Bu qisqacha shu o'sha tekislikning izlarini topish bo'yicha maslahat, tavsiya va usullar edi. E'tibor uchun rahmat.